Bugun men siz bilan juda muhim masalani, ya'ni kimlarga qo'shimcha ish staji hisobga olinishi mumkinligini batafsil tushuntirib beraman. Bu mavzu nafaqat pensiyaga chiqayotganlar uchun, balki hozirdan ishlayotgan, vaqtida hujjatlarini to'g'ri yuritmagan, harbiy xizmatda bo'lgan, bola parvarishi bilan uyda o'tirgan, o'qigan, chet elda ishlagan yoki mehnat daftarchasida bo'shliqlar bor har bir inson uchun juda muhim. Chunki ish stajidagi har bir oy, ba'zan hatto har bir yil pensiya miqdoriga bevosita ta'sir qiladi. Men ko'p ko'rganman, odam 30 yil ishladim deb o'ylaydi, lekin pensiya jamg'armasiga bo'lgan hujjatlar bo'yicha 24 yil chiqadi. Yoki aksincha, odam o'zi bilmagan ayrim davrlar ham stajga qo'shilishi mumkinligini bilmay yuradi. Shuning uchun bu videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumot bir kun kelib sizga yoki yaqinlaringizga juda kerak bo'lishi mumkin. Avvalo, ish staji deganda nimani tushunamiz? Oddiy qilib aytganda, ish staji bu fuqaroning mehnat faoliyati, ya'ni qonuniy ishlagan, ijtimoiy to'lovlar to'langan mehnat daftarchasi yoki elektron tizimlarda tasdiqlangan davrlar yig'indisidir. Pensiya tayinlashda aynan shu staj asosiy mezonlardan biri hisoblanadi. Oldin ko'pchilik uchun asosiy hujjat mehnat daftarchasi edi. Korxona qabul qilgan, buyruq chiqargan mehnat daftarchasiga yozgan, keyin ishdan bo'shaganda yana yozib kiritgan. Odam pensiyaga chiqayotganda shu daftarcha asosida staj hisoblangan. Lekin muammo shundaki, eski korxonalar yopilib ketgan, arxivlar yo'qolgan, yozuvlar noto'g'ri kiritilgan, muhr xiralashgan, lavozim yoki sana noto'g'ri yozilgan holatlar juda ko'p uchraydi. Hozir esa vaziyat ancha o'zgargan. Elektron mehnat daftarchalari, yagona milliy mehnat tizimi, soliq organlaridagi ma'lumotlar, ijtimoiy soliq to'lovlari, shaxsiy jamg'arib boriladigan pensiya hisob varaqlari kabi manbalar katta ahamiyatga ega bo'lib qoldi. Ya'ni bugun staj faqat qog'oz daftarchaga qarab emas, balki bir nechta rasmiy ma'lumotlar orqali tekshiriladi. Lekin eng muhim savol shunday: ish stajiga faqat korxonada ishlagan davr kiradimi yoki ayrim boshqa davrlar ham qo'shimcha staj sifatida hisobga olinadimi? Javob: ha. Ayrim hollarda ish faoliyati bo'lmagan davrlar ham stajga qo'shilishi mumkin. Lekin buning o'z shartlari, chegaralari va hujjat talablari bor. Birinchi navbatda harbiy xizmatda bo'lgan erkaklar bu masalaga alohida e'tibor berish kerak. Odatda muddatli harbiy xizmat davri pensiya stajiga hisobga olinishi mumkin. Masalan, fuqaro 1998 yilda 1 yil harbiy xizmatni o'tagan, keyin 1999 yildan boshlab ishlagan bo'lsa, u pensiyaga chiqayotganda harbiy xizmatni tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim etsa, shu 1 yil stajga qo'shilishi mumkin. Bu yerda muhim jihat shuki, harbiy xizmat shunchaki og'zaki aytilishi bilan qo'shilmaydi. Harbiy bilet mudofaa ishlari bo'limidan ma'lumotnoma yoki tegishli arxiv hujjati kerak bo'ladi. Agar harbiy biletda sana aniq bo'lsa. Masalan, 1997 yil 10 maydan 1992 yil 10 maygacha xizmat qilgan deb ko'rsatilgan bo'lsa, pensiya organi shu davrni hisoblab chiqadi. Agar sana noaniq bo'lsa, qo'shimcha ma'lumot so'ralishi mumkin. Ikkinchi katta toifa bu farzand parvarishi bilan shug'ullangan onalar. Ko'pchilik ayollar men bola bilan uyda o'tirdim, bu davr umuman stajga kirmaydi deb o'ylaydi. Aslida ayrim hollarda bola parvarishi davri ham ish stajiga qo'shilishi mumkin. Masalan, ayol 3 nafar farzand tug'gan, har bir farzandi uchun ma'lum muddat bola parvarishi ta'tilda bo'lgan bo'lsa, qonunchilikda belgilangan limitlar doirasida bu davrlar pensiya stajiga kiritilishi mumkin. Lekin men bu yerda juda aniq ogohlantiraman. Bola parvarishi davri bo'yicha hamma davrlar avtomatik ravishda to'liq qo'shiladi deb tushunmaslik kerak. Odatda qonunchilikda bola parvarishi uchun ma'lum yoshgacha bo'lgan davr va umumiy hisobga olinadigan maksimal muddat belgilanadi. Shuning uchun har bir ayol o'z holatini alohida tekshirtirishi kerak. Masalan, bir ayol 1995 yilda birinchi farzandini, 1998 yilda ikkinchi farzandini, 2001 yilda 3-farzandini tug'gan bo'lishi mumkin. Ularning har biri bo'yicha ta'tilga chiqish buyruqlari, tug'ilganlik guvohnomalari, ish joyidan ma'lumotnomalar kerak bo'ladi. 3-toifa bu oliy ta'limda, texnikumda, kasb-hunar ta'limda o'qigan davrini stajga qo'shmoqchi bo'lgan fuqarolar. Bu masalada odamlar orasida chalkashlik juda ko'p. Kimdir institutda o'qigan 5 yilim ham stajga kiradi deydi. Kimdir umuman kirmaydi deydi. Aslida masala qaysi davrda o'qiganiga, o'qish shakliga, qonunchilikdagi o'sha davr qoidalariga, kunduzgi yoki sirtqi bo'lganiga, o'qish mehnat faoliyati bilan birga olib borilgan yo'qligiga bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan,
Fuqaro 1995 yildan 1990 yilgacha kunduzgi bo'limda institutda o'qigan. Keyin 1990 yildan ishga kirgan. Bunday holatda uning o'qish davri bo'yicha diplom, akademik ma'lumotnoma yoki arxiv ma'lumotnomasi talab qilinishi mumkin. Lekin har doim ham butun o'qish davri stajga kiradi deb aytish xato bo'ladi. Shuning uchun men har doim tavsiya qilaman. O'qish davringizni o'zingizcha hisoblab qo'ymang. Avval hujjatlarni tayyorlab, pensiya jamg'armasidan rasmiy hisob-kitob oling. 4-chi toifa bu vaqtincha mehnatga layoqatsizlik, ya'ni kasallik varaqasi bilan davolangan fuqarolar. Agar fuqaro ishlayotgan paytda kasal bo'lib, rasmiy kasallik varaqasi asosida davolangan bo'lsa, u davr odatda mehnat munosabatlari davom etgan davr sifatida ko'riladi. Ya'ni odam ishdan bo'shamagan, ish joyi saqlangan, unga vaqtincha mehnatga layoqatsizlik nafaqasi to'langan. Bunday davrlar staj hisobida muammo tug'dirmasligi kerak. Lekin agar odam norasmiy davolangan, ish joyidan bo'shagan, keyin bir necha yil ishlamagan bo'lsa, buni oddiy kasallik davri deb stajga qo'shtirish qiyin bo'ladi. 5-chi toifa bu nogironligi bo'lgan shaxslar yoki nogironligi bo'lgan bolani parvarish qilgan ota-onalar. Ayrim holatlarda parvarish bilan bog'liq davrlar ham staj masalasida ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Masalan, ona yoki ota nogironligi bo'lgan farzandni parvarish qilgani sababli doimiy ishga chiqa olmagan bo'lsa, bunday davrlar bo'yicha qonunchilikdagi imtiyozlar va alohida tartiblar mavjud bo'lishi mumkin. Bu yerda tibbiy xulosa, nogironlik belgilanganligi haqidagi hujjat, parvarish faktini tasdiqlovchi ma'lumotlar muhim. 6-chi toifa bu chet elda ishlagan fuqarolar. Bugun juda ko'p yurtdoshlarimiz Rossiya, Qozog'iston, Turkiya, Koreya, Yevropa davlatlari yoki boshqa mamlakatlarda ishlagan. Ular men 10 yil chet elda ishladim. Bu O'zbekistonda pensiya stajiga qo'shiladimi deb so'rashadi. Bu savolga bitta umumiy javob berish qiyin. Chunki davlatlararo kelishuvlar, rasmiy ishlaganlik, ijtimoiy sug'urta to'lovlari, mehnat shartnomasi, ruxsatnomalar, soliq yoki pensiya badallari juda muhim. Masalan, fuqaro Rossiyada rasmiy ishlagan, mehnat shartnomasi bo'lgan, ish beruvchi tegishli to'lovlarni amalga oshirgan, bu haqda hujjat bor. Bunday holatda stajni tan olish masalasi xalqaro shartnomalar va vakolatli organlar orqali ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin agar fuqaro chet elda norasmiy, hech qanday shartnomasiz naqd pulga ishlagan bo'lsa, u 8 yil ishlab kelgan bo'lsa ham hujjatsiz bu davrni pensiya stajiga qo'shtirish juda qiyin bo'ladi. 7-chi toifa bu yakka tartibdagi tadbirkorlar, o'zini o'zi band qilgan shaxslar va fermer xo'jaliklarida ishlaganlar. Avvallari ko'pchilik men o'zim uchun ishlaganman, baribir staj bo'lmaydi deb o'ylardi. Hozir esa rasmiy ro'yxatdan o'tgan, belgilangan soliqlarni yoki ijtimoiy to'lovlarni to'lagan shaxslar uchun staj masalasi boshqacha ko'riladi. Ya'ni tadbirkor bo'lishning o'zi emas, aynan rasmiy ro'yxat va to'lovlar muhim. Masalan, bir inson 2012 yildan 2020 yilgacha yakka tartibdagi tadbirkor bo'lgan, patent yoki ro'yxat asosida faoliyat yuritgan, belgilangan to'lovlarni qilgan. U pensiyaga chiqqanda soliq organlari ma'lumotlari asosida shu davrlar stajga kiritilishi mumkin. Lekin boshqa bir inson bozorda 15 yil savdo qilgan, biroq hech qachon ro'yxatdan o'tmagan, soliq to'lamagan, hujjati yo'q. U hamma meni biladi, men ishlaganman desa ham pensiya hisobida bu yetarli dalil bo'lmaydi. 8-chi toifa bu mehnat daftarchasida xatolik bo'lganlar. Masalan, ishga kirgan sana bor, lekin ishdan bo'shagan sana yo'q. Yoki korxona nomi to'liq yozilmagan, yoki muhr boshqa tashkilotniki bo'lib qolgan, yoki familiya turmushga chiqqandan keyin o'zgargan, lekin hujjatlarda moslik yo'q. Bunday holatlar stajni kamaytirib yuborishi mumkin. Men amaliyotda shunday holatlarni ko'rganman. Odam 1960 yildan 1907 yilgacha bir zavodda ishlagan, lekin mehnat daftarchasidagi bo'shash buyrug'i raqami noto'g'ri yozilgan. Natijada pensiya jamg'armasi qo'shimcha tasdiqlovchi hujjat so'raydi. Agar arxidan ma'lumot topilsa 7 yil saqlanib qoladi. Topilmasa sud orqali ish stajini aniqlashga to'g'ri kelishi mumkin. Birinchi misol. Akmal aka 60 yoshga to'ldi. U 25 yil zavodda ishlagan, 2 yil harbiy xizmatda bo'lgan, 3 yil esa yakka tartibdagi tadbirkor sifatida faoliyat yuritgan. Agar uning zavoddagi ishlagan davri mehnat daftarchasi bilan tasdiqlansa, harbiy xizmat harbiy bilet bilan tasdiqlansa, tadbirkorlik davri soliq ma'lumotlari bilan tasdiqlansa, unda umumiy staj 25 yil emas, balki 30 yil bo'lishi mumkin. Bu esa pensiya miqdoriga sezilarli ta'sir qiladi. Ikkinchi misol. Dilbar opa 55 yoshga chiqmoqda. U 15 yil maktabda ishlagan,
keyin 3 farzand tarbiyasi bilan uyda bo'lgan, keyinchalik yana 10 yil bog'chada ishlagan. O'zi mening stajim 28 yil deb o'ylashi mumkin. Lekin bola parvarishi davrining qonunchilikda belgilangan qismi ham qo'shilsa, staj ko'payish ehtimoli bor. Buning uchun farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, ish joyidan ta'til bo'yicha buyruqlar, mehnat daftarchasi va boshqa hujjatlar kerak bo'ladi. 3-misol, Sardor 12 yil chet elda ishlagan. U faqat pasportdagi kirib chiqish muhrlarini ko'rsatadi. Lekin pasportdagi muhrlar uning ishlagani emas, faqat chegaradan o'tganini tasdiqlaydi. Agar mehnat shartnomasi ish beruvchidan ma'lumotnoma, sug'urta to'lovlari yoki tegishli davlat organlaridan ma'lumot bo'lmasa, bu 12 yilni staj sifatida tan olish mushkul. Shuning uchun chet elda ishlayotganlar hozirdan hujjat yig'ishi shart. 4-misol, Gulnora opa institutda 5 yil o'qigan, keyin 20 yil ishlagan. U pensiyaga chiqishda 25 yil stajim bor deb o'ylaydi. Lekin pensiya organi o'qish davrini alohida tekshiradi. Agar qonunchilik va hujjatlar asosida bu davr hisobga olinadigan bo'lsa, qo'shiladi. Agar shartlarga to'g'ri kelmasa, faqat 20 yil olinishi mumkin. Demak, o'qish davri bo'yicha ham oldindan diplom, arxiv ma'lumotnomasi va o'qish shaklini tasdiqlovchi hujjatlar tayyor bo'lishi kerak. Eng ko'p uchraydigan, hatto bu norasmiy ishlagan davrni ish staji deb hisoblash. Odam men ustada 6 yil ishladim, men do'konda sotuvchi bo'ldim, men qurilishda ishladim, men oilai biznesda yordam berdim deydi. Lekin agar mehnat shartnomasi bo'lmasa, soliq yoki ijtimoiy to'lov bo'lmasa, mehnat daftarchasida yozuv bo'lmasa, bu davrni isbotlash qiyin. Guvohlarning gapi ayrim sud ishlarida yordam berishi mumkin. Lekin u ham har doim yetarli bo'lavermaydi. Ikkinchi nozik jihat, stajga qo'shiladigan davr bilan pensiya hisobida foydali davr bir xil narsa emas. Ba'zan davr stajga kirishi mumkin, lekin ish haqi bo'lmagani uchun pensiya miqdorini oshirishda katta rol o'ynamasligi mumkin. Masalan, harbiy xizmat stajga qo'shiladi, lekin pensiya hisobida asosiy o'rtacha ish haqi boshqa ishlagan davrlardan olinadi. Shuning uchun faqat staj yillari emas, rasmiy ish haqi va to'langan badallar ham muhim. 3-nozik jihat, bir davrni 2 marta hisoblash mumkin emas. Masalan, odam bir vaqtning o'zida sirtqi o'qigan va rasmiy ishlagan bo'lsa, u davr ham o'qish, ham ish sifatida 2 marta qo'shilib ketmaydi. Odatda kalendar davr bitta hisoblanadi. Ya'ni 2010 yildan 2021 yilgacha ishlagan bo'lsa va shu paytda sirtqi o'qigan bo'lsa, umumiy staj 4 yil bo'ladi, taksil emas. 4-nozik jihat, familiya, ism, otasining ismi o'zgargan bo'lsa, hujjatlar o'zaro bog'lanishi kerak. Ayniqsa ayollarda turmushga chiqqandan keyin familiya o'zgaradi. Mehnat daftarchasida eski familiya, diplomda boshqa familiya, pasportda yana yangi familiya bo'lishi mumkin. Bunday holatda nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganligi haqidagi hujjat, FHDYO ma'lumotnomasi kerak bo'ladi. Aks holda pensiya organi bu hujjatlar aynan sizniki ekanini tasdiqlang deyishi mumkin. 5-nozik jihat, korxona yopilib ketgan bo'lsa ham staj yo'qolib ketdi degani emas. Korxonalar tugatilganda ularning kadrlar hujjatlari arxivga topshirilishi kerak. Shuning uchun birinchi davlatda tuman yoki shahar davlat arxiviga, tegishli idoraviy arxivga, sobiq korxonaning huquqiy vorisiga murojaat qilinadi. Masalan, eski kolxoz, sovxoz, zavod, tikuv fabrikasi yoki qurilish boshqarmasi tugatilgan bo'lishi mumkin, lekin uning buyruqlari arxivda saqlanayotgan bo'lishi ehtimoli bor. 6-nozik jihat, ish haqi haqida ma'lumot alohida ahamiyatga ega. Ba'zan odam stajni tasdiqlaydi, lekin ish haqi ma'lumotini topa olmaydi. Pensiya miqdorini hisoblashda ma'lum davr uchun ish haqi ma'lumotlari kerak bo'lishi mumkin. Agar ish haqi ma'lumotlari yo'q bo'lsa, pensiya miqdori kutilgandan kamroq chiqishi mumkin. Shuning uchun faqat qayerda ishlaganman emas, qancha ish haqi olganman va bu haqda arxivda ma'lumot bormi degan savol ham muhim. 7-nozik jihat. O'zini o'zi band qilganlar staj bo'yicha o'z to'lovlarini tekshirib borishi kerak. Ro'yxatdan o'tishning o'zi yetarli bo'lmagan holatlar bo'lishi mumkin. Chunki pensiya staji uchun belgilangan ijtimoiy to'lovlar yoki ularning hisobga olinishi muhim. Bugun mobil ilovalar, soliq organlari shaxsiy kabinetlari orqali ko'p narsani tekshirish mumkin. Lekin odamlar ko'pincha men ro'yxatdan o'tganman deb xotirjam yuradi. Keyin pensiya vaqtida ayrim oylar hisobga olinmaganini ko'radi. 8-nozik jihat, uy bekasi bo'lgan davr har doim ham staj emas. Bu juda sezgir masala. Lekin men to'g'risini aytishim kerak. Ayol yoki erkak uyda oila ishlari bilan shug'ullangan, qarindoshlariga qaragan, xo'jalik yuritgan bo'lsa, bu mehnat albatta hayotda katta mehnat.
Lekin pensiya qonunchiligida stajga kiritish uchun aniq huquqiy asos kerak. Agar bola parvarishi, nogiron shaxs parvarishi yoki boshqa qonuniy asos bo'lmasa, oddiy uyda bo'lgan davr avtomatik ish stajiga qo'shilmaydi. 9-nozik jihat sud orqali stajni aniqlash oxirgi yo'l bo'lishi kerak. Agar arxivdan hujjat topilmasa, korxona tugatilgan bo'lsa, mehnat daftarchasi yo'qolgan bo'lsa, ayrim hollarda fuqaro sudga murojaat qilib ish stajini tasdiqlatishga harakat qilishi mumkin. Lekin sudga borishdan oldin barcha ma'muriy yo'llarni sinab ko'rish kerak. Arxiv, sobiq ish beruvchi, soliq organi, kasaba uyushmasi, yuqori tashkilot, pensiya organ so'rovlari. Sud ham odatda dalil so'raydi. Faqat men ishlaganman degan gapning o'zi kamlik qiladi. Endi men sizga aniq harakatlar rejasini beraman. Agar siz pensiyaga yaqinlashayotgan bo'lsangiz yoki ota-onangiz, turmush o'rtog'ingiz, yaqinlaringiz pensiya yoshiga yetayotgan bo'lsa, birinchi ish mehnat faoliyati xaritasini tuzish bo'lsin. Oddiy daftar oling va yillar bo'yicha yozing. Qachon o'qigansiz? Qachon harbiy xizmatda bo'lgansiz? Qachon qaysi korxonada ishlagansiz? Qachon bola parvarishida bo'lgansiz? Qachon tadbirkor bo'lgansiz? Qachon chet elda ishlagansiz? Ikkinchi qadam, har bir davr uchun hujjat bor yo'qligini tekshiring. Ishlagan davr uchun mehnat daftarchasi, buyruq nusxasi, ish joyidan ma'lumotnoma, arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi ma'lumotnomasi kerak bo'lishi mumkin. Harbiy xizmat uchun harbiy bilet yoki mudofaa ishlari bo'limidan ma'lumotnoma kerak. O'qish uchun diplom, akademik ma'lumotnoma, o'qishga kirgan va bitirgan sanalarni tasdiqlovchi hujjat kerak. Bola parvarishi uchun farzand tug'ilganlik guvohnomasi, ta'til buyruqlari, ish joyi ma'lumotnomalar kerak. 3-qadam. Elektron ma'lumotlarni tekshiring. Agar siz oxirgi yillarda rasmiy ishlagan bo'lsangiz, elektron mehnat daftarchangizda ishga kirish va ishdan bo'shash sanalari to'g'ri kiritilganmi? Lavozim, tashkilot nomi, buyruq sanalari mosmi? Tekshiring. Buni ish beruvchi kadrlar bo'limi orqali yoki tegishli elektron xizmatlar orqali aniqlash mumkin. Agar xato bo'lsa, pensiya vaqtini kutmay hozir tuzattiring. 4-qadam. Soliq va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha ma'lumotlarni tekshiring. Ayniqsa tadbirkorlar, o'zini o'zi band qilganlar, fermer xo'jaligi a'zolari, xususiy sektorda ishlaganlar uchun bu juda muhim. Qaysi oylar uchun to'lov qilingan? Qaysi davrda qarzdorlik bo'lgan? Qaysi davr hisobga olingan? Bularni oldindan aniqlang. Chunki bir necha yil oldingi to'lov masalasini keyin tiklash ancha qiyin bo'lishi mumkin. 5-qadam. Eski korxonalar bo'yicha arxiv so'rovi yuboring. Agar siz ishlagan tashkilot yopilgan bo'lsa, tuman yoki shahar arxiviga murojaat qiling. Arizada to'liq yozing. Familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, ishlagan korxona nomi, taxminiy ishlagan yillar, lavozim, bo'lim yoki sex nomi, agar bilsangiz buyruq sanalari. Masalan, men qo'yib baksam 6 yil mart oyidan 1992 yil avgust oyigacha falon tikuv fabrikasida tikuvchi lavozimida ishlaganman. Ushbu davr bo'yicha ishga qabul qilish, ishdan bo'shatish va ish haqi ma'lumotlarini berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. 6-qadam. Pensiya jamg'armasiga oldindan maslahat uchun boring. Ko'pchilik faqat pensiya yoshi kelganda boradi. Men esa kamida 22 yil oldin hujjatlarni tekshirtirishni tavsiya qilaman. Chunki yetishmayotgan hujjatni topish, arxivdan javob olish, xatoni tuzatish, sudga murojaat qilish vaqt oladi. Pensiya kuni kelganda hujjat yetishmasa, pensiya tayinlash kechikishi yoki miqdori kamroq chiqishi mumkin. 7-qadam. Hujjatlaringizdagi ism, familiya mosligini tekshiring. Ayniqsa eski hujjatlarda bitta harf farqi ham muammo tug'dirishi mumkin. Masalan, pasportda Shahnoza, diplomda Shahnoza, mehnat daftarchasida Shahnoza deb yozilgan bo'lsa, ba'zi hollarda qo'shimcha tasdiq talab qilinadi. Familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomalarini saqlang. Agar nikoh bekor qilingan bo'lsa ham, familiya o'zgarishini tasdiqlaydigan hujjat kerak bo'lishi mumkin. 8-qadam. Chet elda ishlayotgan bo'lsangiz, hujjatsiz ishlamang. Ish beruvchidan shartnoma oling. Ish haqi bo'yicha ma'lumotlarni saqlang. Sug'urta yoki soliq to'lovlari bo'yicha hujjatlarni yuklab oling. Elektron kabinetlardan ma'lumotlarni chiqarib qo'ying. Agar keyin O'zbekistonda pensiya masalasida bu davrni tasdiqlash kerak bo'lsa, aynan shu hujjatlar sizga yordam beradi. 9-qadam. Norasmiy ishni rasmiylashtirishga harakat qiling. Bugun ko'pchilik hozircha naqdga ishlayman, keyin ko'ramiz deydi. Lekin 15 yil o'tib, aynan shu davr pensiyada yetishmaydi. Ish beruvchidan mehnat shartnomasi tuzishni so'rang, elektron tizimga kiritilganingizni tekshiring, ish haqi rasmiy o'tayotganiga e'tibor bering.
Oylikning faqat bir qismi rasmiy, qolgan qismi konvertda bo'lsa, bu ham kelajakdagi pensiyaga salbiy ta'sir qilishi mumkin. 10-qadam har bir hujjatning nusxasini saqlang. Mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet, tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh guvohnomasi, ish haqi ma'lumotnomalari, arxiv javoblari, sud qarorlari, soliq to'lovlari bo'yicha ma'lumotlar bitta papkada tursin. Telefoningizda yoki elektron pochta orqali skaner nusxalarini ham saqlab qo'ying. Chunki qog'oz hujjat yo'qolsa, nusxa keyingi izlash jarayonida yordam beradi. Agar siz butun umr rasmiy ishlagan bo'lsangiz, mehnat daftarchangiz to'g'ri yuritilgan bo'lsa, oxirgi yillardagi elektron yozuvlar to'liq bo'lsa, ish beruvchingiz ijtimoiy to'lovlarni o'z vaqtida to'lagan bo'lsa, hujjatlaringizda ism familiya xatosi bo'lmasa, sizda katta muammo bo'lmasligi mumkin. Lekin baribir tekshirish zarar qilmaydi. Chunki xatolar ko'pincha odam o'ylamagan joydan chiqadi. Kim albatta xavotir olish kerak? Norasmiy ishlaganlar, eski korxonada ishlagan va u korxona yopilib ketganlar, mehnat daftarchasini yo'qotganlar, chet elda ko'p yil ishlaganlar, tadbirkor bo'lib to'lovlarini aniq bilmaydiganlar, familiyasi bir necha marta o'zgarganlar, bola parvarishi davrini stajga qo'shmoqchi bo'lganlar, harbiy xizmat yoki o'qish davrini hisobga oldirmoqchi bo'lganlar. Mana shu toifadagi odamlar hujjatlarni oldindan tayyorlamasa, pensiya vaqtida qiynalishi mumkin. Xulosa shuki, qo'shimcha ish staji deganda faqat yana biror joydan yil qo'shib olish emas, balki qonun bilan tan olinadigan, hujjatlar bilan tasdiqlangan davrlarni to'g'ri hisobga kiritish tushuniladi. Harbiy xizmat, ayrim o'qish davrlari, bola parvarishi, rasmiy tadbirkorlik, chet eldagi qonuniy mehnat faoliyati, arxiv bilan tasdiqlangan eski ish joylari pensiya stajiga ta'sir qilishi mumkin. Lekin har bir holatda hujjat sana, qonuniy asos va tasdiq talab qilinadi. Men sizga eng muhim maslahatni yana bir marta aytaman. Pensiya yoshini kutmang. Bugundan boshlab stajingizni tekshiring. Hujjatlaringizni tartibga keltiring. Yetishmayotgan ma'lumotlarni arxivdan so'rang. Elektron yozuvlarni nazorat qiling. Bir yil staj ham ba'zan insonning pensiya huquqi yoki pensiya miqdorida katta farq qiladi. Agar sizda ham falon davrim stajga kiradimi degan savol bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Qaysi yillarda ishlagansiz? Qaysi hujjatlaringiz bor? Qaysi davr bo'yicha shubhangiz borligini yozsangiz, keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan holatlarni alohida tushuntirib beraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing. Yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki pensiya va ish staji masalasida vaqtida bilgan odam yutadi, kech bilgan odam esa ko'pincha yillarni isbotlash bilan ovora bo'ladi.